Assalamu alaykum muhtaram televizor ko'ruvchilar. Ko'rib atqaninglar Amerika poytaxti Washingtondan tarqatilayotgan Erkin Asiya radiosuning tor televiziyasi. Navbatda haftalik muhim xabarlar programmasini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Mazkur sayfimizda mushu bir hafta jarayonida radiomizda Uyg'urlarga doir anlatilgan bir qism muhim xabarlarni ko'ruvchilarimizga sunmoqchiman. 15 mart dünyanın her qaysi joylaridagi Uyg'urlar bir ovoz, bir qadam şuarı ostida keng ko'lamlik namoyish uyushtirib, Xitoy hukumatining Uyg'ur elida yurgizayotgan chekidan oshgan taqiqlarga norozilik bildirdi. Bu qitimqi zanjirsimon namoyish Amerika, Kanada, Angliya, Germaniya, Shvetsiya, Norvegiya, Gollandiya, Fransiya, Turkiya, Avstraliya va Yaponiya, Finlandiya, Belgiya qatorliq 14 davlat 18 şəhərdə oxşaş bir gündə elib verildi. Məlum bolishicha, bu muaciratdagi Uyg'urlarning 2009 yildagi 5 iyul vaqasi munosabati bilan o'tkazgan zo'r namoyishdan keyingi yana bir qitimliq ko'lami eng zo'r bo'lgan namoyish hisoblandi ekan. Nyu-Yorkdagi Birlashgan Davlatlar Tashkiloti binosi oldida o'tkazilgan namoyishga shaxsan o'zi qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultayining oliy rahbari Rabiya Qodir xonim butun dunyodagi Uyg'ur jamoatiga murojaat e'lon qildi. 5 mart Amerika Davlat Majlisida o'tkazilgan Uyg'ur madaniyat kechiligida so'z qilgan Amerika Avam palatasining a'zosi James McGovern bilan Amerika Davlat Majlisi tarmog'idagi Tom Lantos kishilik huquq komitetining raisi Katrina Lantos xonim har zaman Uyg'urlarning yenida ekanligini bildirdi. James McGovern navbatda Xitoy hukumatining Uyg'ur madaniyatini majburiy yo'sinda xitoylashtirish urinishining amalga oshmaydiganligini, shundaqli o'zining Uyg'urlarning insoniy huquqlari bo'ladiki kurashlarini davomli qo'llab-quvvatlaydiganligini aytdi. Katrina Lantos xonim Xitoy hukumatining navbatda yolg'iz Uyg'urlarni hujum nishoni qilib qolmasdan, yana balki turli vositalarni qo'llanib, G'arb dunyosidagi erkin jamiyatlarga tahdid paydo qilayotganligini, Uyg'ur davosining yolg'iz bir millatning davosi bo'lishdan xalqib ketganligini alayda ta'kidladi. Mərhum Avam palata a'zosi Tom Lantos əpəndining farzandi bo'lgan Katrina xonim 2015-yili Rabiya Qodir xonimga Tom Lantos kishilik huquq mukofotini o'z qo'li bilan topshirib bergan edi. Xitoy doiralarining Uyg'urlarga qaratilgan nishonliq tutqun qilish harakati davomida atalmış tarbiyalash markazlariga qamalgan kishilarning qistongchilikda qolganligi ma'lum bo'lmoqda. Egallanishicha, G'ulji shahrining Bayanda Yeza 2-kentidan tarbiyalashga tutilganlarning soni 254 kishi bo'lib, ulardan 64 nafari faqat bir hafta ichida tutilganlar ekan. Tutilganlarning ko'pligidan lagerlar qistongchilikda qilib, doirlar amalsiz bir qism yashangan kishilarni, eg'ir oyoq ayollarni va meyiblarni qo'yib berishga majbur bo'lgan ekan. Kuzatuvchilar navbatda Uyg'ur diyorining usti ochiq turmaga aylanganligini, yipiq lagerlarga qamalgan Uyg'urlarning ayni vaqtdagi natsistlar Germaniyasining yig'ilish lageriga qamalgan Yahudi tutqunlarini eslatadiganligini tilga olmoqda. Turkiya Cumhuriyetining prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an Adolat va taraqqiyot partiyasining 11 mart kuni Sakarya viloyatida chaqirgan qurultayda so'z qilib, qalbimning bir uchi Urumchida degan. U yana o'z hukumatining Turkiya uchunla emas, balki dunyoning har qaysi joylaridagi ezilayotgan millatlar uchunmi kurash qilayotganligini ta'kidlagan. Erdo'g'anning bu so'zlari muajiratdagi Uyg'urlar orasida kuchli inkas paydo qildi. Bir qism Uyg'ur siyosiy faoliyatchilar buni muajiratdagi Uyg'urlarning Xitoyga qarshi izchil faoliyatlarining natijasidan bo'lgan desa, yana bir qism analizchilar bo'lsa Erdo'g'anning bu so'zni 2019-yildagi saylamda texmi ko'p Uyg'urlarning qo'llashini qo'lga keltirish uchun degan deb qaramoqda. Radiomuzga kelgan uchurlardan ma'lum bo'lishicha, oldingi hafta Yo'pirg'i soqchilari yakshanba bozor yezisidagi Munavvar Naman qariga uning tarbiyalash markazida tutib turilayotgan 17 yoshlik o'g'lining jasadini qaytirib bergan. Naman qari o'g'lining o'lim sababini so'rashga amalsiz qolgan va soqchilarning nazorati ostida meyitni yerlikka qo'ygan ekan. Muxbirimizning bu uchurga asosan ahvol aniqlashi davomida vaqaning buningdan 10 kun avval yuz berganligi, o'lguchining Yo'pirg'i noya yakshanba bozor yeza 12-kanitdagi 17 yoshlik Yaqubjon Naman ekanligi oydinlashdi. Ma'lum bo'lishicha, 2016-yili 15 yoshga kirgan Yaqubjon
do'stlari bilan Turkiyaga sayohatga borgan ekan. Ammo dadisi orqadan berib 4-kuni o'g'lini Turkiyadan qaytarib kelgan. Muhtaram televizor ko'ruvchilar, Erkin Asiya radiosining to'r televiziyasini ko'rganinglarga rahmat. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.